Bugun ko'pchilikni qiziqtiradigan, ayni paytda juda chalkash bo'lgan mavzuga to'xtalamiz. Oltin, dollar, yevro, kripto aktivlarni sotib olish investitsiya hisoblanadimi? Treyderlikni kasb qilib shug'ullansam bo'ladimi degan savollar nafaqat boshlovchilarni, balki bozorda uzoq yillardan beri muntazam faoliyat olib borayotganlarni ham qiziqtiradi. Shular haqida gaplashamiz. Oltin, pullar, kripto aktivlar bular haqiqiy investitsiya emas. Nega deysizmi? Hozir sizga bularni sodda qilib tushuntiraman. Investitsiya bu real iqtisodiyotda yangi qiymat yaratuvchi loyihaga pul tikishdir. Uskuna olinish kerak, fabrika qurilishi kerak, texnologiya rivojlanishi kerak, yangi ish o'rinlari yaratilishi kerak. Investitsiya mana shularni ifodalaydi. Pul, oltin yoki bitcoinchi? Ular qiymat yaratmaydi. Ular ayirboshlash vositasi yoki boylikni saqlash vositasi xolos. Shuning uchun dollarga shuncha investitsiya qildim yoki kriptoga shuncha investitsiya qilib juda zo'r investitsiya qildim degan gaplar ilmiy jihatdan to'g'ri emas. Chunki bunday ishlar spekulativ treyderlik xolos. O'zagi spekulyatsiya bo'lgan spekulativ trading deb narxlarni qisqa muddat ichida oshishidan umidvor holda aktivlarni sotib olib qayta sotishga aytiladi. Soddaroq aytganda, spekulativ treyderlar spekulativ olib sotarlardir. An'anaviy moliyada ham, islom moliyasida ham spekulativ trading xush ko'rilmaydi. Chunki u real iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha, spekulativ xatti-harakatlar bozor muvozanatini buzib yuboradi. Bu moliyaviy bozor tarixida juda ko'p ko'rilgan. Spekulativ treyderlarni faqat forex va bitcoin bozorida emas, balki ularni an'anaviy aksiya va obligatsiya bozorlarida ham ko'ramiz. Haqiqiy investor aksiyani biznesning real iqtisodiy rivojlanishi natijasida erishiladigan qiymat o'sishini ko'zlab sotib olsa, spekulativ treyder esa mishmishlar, ba'zida chin, ba'zida yolg'on xabarlarning fonida tebranib turadigan narx tafovutidan mo'may daromad qilish ilinjida sotib oladi. Agar uning prognozi to'g'ri chiqmasa, yirik miqdorda pul yo'qotadi. Ayrim spekulativ treyderlar yoki chayqovchilar desak ham bo'ladi, aksiya narxini o'zlari sun'iy va noqonuniy yo'llar bilan tebratishga, yolg'on xabarlarni bozorga sizdirib, bozorni manipulyatsiya qilishga harakat qilishadi. Ayrimlari kompaniya ichki ma'lumotlarini maxfiy kanallar orqali o'rganib, birjadan aksiyalarni arzonroqqa olib, ma'lumotlar ommaga rasmiy chiqarilgandan keyin aksiya narxi oshganda qimmatroq sotib foyda ko'rishadi. Bunday xatti-harakat insayderlik savdosi ham deyiladi. Bunday xatti-harakatlar jinoiy ish hisoblanadi va bir necha yillik qamoq jazosi bilan ham tugallanishi mumkin. Spekulativ trading haqida gapirganimizda afsonaviy Jorj Sorosni eslamaslik iloji yo'q. Jorj Soros bir kechada Angliya bankiga spekulativ xuruj qilib $1 milliard ishlab olgan va u bu ishi bilan kelajakdagi treyderlarga juda go'zal saboq va rag'bat qoldirgan. 1992-yil 16-sentyabrda bo'lib o'tgan bu voqea Angliya bankini uzoq muddat olib borgan funt sterling kursini qat'iy belgilash siyosatidan voz kechishga majbur qildi va funt sterling bundan buyog'iga dunyoning eng kuchli valyutasi bo'lmay qolishiga sabab bo'ldi. Treyderlikni kasb qilib shug'ullansam bo'ladimi degan savol juda ko'p yoshlarni qiziqtiradi. Shuning uchun mana shu savolga to'xtalmoqchiman. Avvalambor, siz treyderlik, forex, aksiyalar bilan savdo qilish, ularning hukmlari haqidagi videolarimizni ko'rib chiqing. Ana undan keyin o'zingiz qaror qabul qiling. Hozir esa treyderlik iqtisodiy nuqtai nazardan kasb qilishga arziydimi yo'qmi, shuni ko'rib chiqamiz. Forex trading bilan shug'ullanishni har qanday shaklda bo'lsin va har qanday e'tiqod egasi bo'lsin, hech kimga maslahat bermayman. Undan real iqtisodiyot hech qanday naf ko'rmaydi. Bu bilan shug'ullanuvchilar o'zlari tan olishadi. Forex valyuta savdosidan ko'ra qimorga yaqin. Unda xotirjam ishlash qiyin. Ish doimiy stress va asabbuzarlik bilan kechadi. Forexda zararni kamaytiruvchi instrumentlar va riskni boshqarish strategiyalarini mukammal o'rganmagan kishi pulini tezda
va katta miqdorda yo'qotib qo'yishi mumkin. Aksiya bozorida trading qilish agar videoda aytilgan shartlarga amal qilsangiz joizdir. Ammo shunda ham aksiya bilan trading qilish bilan aksiyaga investitsiya qilish o'rtasidagi farqni bilib, keyin bir to'xtamga keling. Shaxsan o'zim tradingdan ko'ra investitsiyani ma'qullayman va sizga ham shuni tavsiya qilaman. Aytishingiz mumkin, axir ikkalasining ham maqsadi bir-ku. Aksiyani arzonroq olib, qimmatroq sotib foyda ko'rish. Nega endi treyderlikni ma'qullamaysiz? Javobimiz shunday. Investorlar sarmoyani uzoq muddatga, ya'ni 1 yildan 10 yilgacha, ba'zan ko'proq muddatga ham qilishadi. Chunki kompaniya iqtisodiy rivojlanishi uchun ma'lum muddat kerak bo'ladi. Aksiya qiymatining haqiqiy o'sishi mana shu muddat davomida erishilgan rivojlanish evaziga bo'ladi. Haqiqiy investorlar kelajakda o'sish va rivojlanish salohiyatiga ega kompaniyalarni qidirib topib, ularning aksiyalarini sotib olishadi. Ma'lum muddatdan keyin ularning taxminlari to'g'ri chiqib, aksiyaning haqiqiy qiymati oshganda aksiyalarni sotib foyda ko'rishadi. Treyderlar esa aksiyalarni juda qisqa muddatga olishadi. 1 kun, hatto bir necha soatga olib keyin sotishadi. Buni day trading deydi. Bu esa shariatimizda joiz emas. Treyderning asosiy maqsadi kompaniyaning haqiqiy rivojlanishini kutish emas, balki har xil yangiliklar, shov-shuvlar, mish-mishlar fonida tebranadigan narxlarni o'zgarishidan mo'maygina daromad qilib olishni maqsad qilishadi. Ya'ni aksiya narxini arzonga olib, qandaydir bir shov-shuvli xabar chiqqandan keyin aksiya narxi oshganda darhol sotib foyda ko'rishni xohlashadi. Chunki xabar noto'g'riligi ma'lum bo'lib qolsa, aksiyaning narxi yana tezda tushib ketishligi mumkin. Treyderlar o'z xatti-harakatlari bilan bozorda katta tebranishlarga sababchi bo'lishlari hamda bu bilan haqiqiy investorlar uchun katta noaniqlik va noqulayliklarni keltirib chiqarishlari mumkin. Bundan esa real iqtisodiyot zarar ko'radi. Xulosa qiladigan bo'lsak, investitsiya bu insonni o'zi uchun ham, jamiyat uchun ham, iqtisodiyot uchun ham foydali kasb hisoblanadi. Treyderlik esa insonning o'ziga ham, jamiyatga ham, iqtisodiyotga ham zarar keltirishligi mumkin. Biroq kimdir so'rasaki, umuman olganda treyderlik bilan shug'ullansak bo'ladimi desa, aytamizki, bo'ladi. Faqat islom moliyaviy qoidalarga binoan qiling. Buning bilimini o'rganing, risk menejmentni o'rganing va kichkinaroq summa bilan qiling. Va eng asosiysi, buni asosiy kasb qilib olmang.